Tünügün öйгө чоңлар кептике, маш bilan o'xshitib, go'shtni jiq silib menchizda suyuqash etgandim. Ajoyib yarab ketdi. Qarab ishtayingiz ichilib ketdi deyman. Buni qanday qatdimki, qinamiz birlikda o'rganaylik. Yulduz yurak belgilarini besib saqlayolishni unutib qolmang, keyin izdegan topolmay qolsiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha go'shtni ushshaq to'g'rab olamiz. Sho'rpisini chiqarish uchun azroq qo'riq go'shtni muvofiq miqdor to'g'rab etdim. Yerim bosh yangyoni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab olamiz. Boshqa sayko'ktatlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab olamiz. Buning ketarlik materiallar tuvandagidek. Endi qozonga azroq may qo'yib go'shtni silib bekroq qo'riymiz. Uningdagi 2 gram atrofida tuz silib qo'riymiz. Musharliqda bir qo'shqa atrofida jangyo sevasanglar rangi intayin chiroyli chiqadi. Bugun uyga cho'nglar kelgan bo'lg'achqa men jangyoni qo'ymadim. Uningdan keyin so'ng piyoz maysini videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab olgandan keyin silvitimiz. Uning orqadan pomidorni silib pomidorning suyi chiqishi qo'raymiz. Agar siyanglar qizarmay qolsa bir qo'shqa atrofida pomidorchang silvasanglar bo'ldi. Uning orqadan cho'ng ustamning suyuqash tetitqisidan bir bo'loq silvitimiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bormish oilada suyuqash etsam ta'mini yaxshi chiqarmayaptimi degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab beqanlar ta'mi kep ketmaydi. Ondan keyin adam sanimiz qarta muvofiq miqdorda suv qo'yib olamiz. Hozir 60 xil darsimiz faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'uq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ikras tutku nomeri shu. Mash bilan nuqutni bir kichilab qo'ygandan keyin uningdan keyin salamiz do'stlar. Taxminan 10 minut atrofida pishirib olgandan keyin uningdan keyin menchizni salamiz. Menchizni odatda tayasini olsanglar sal qulaylik, men 3 qo'ylik menchizi bilan bir qozon osh chiqarib etdim. Ang oxirida ta'mining rangining texim chiroyli chiqishi uchun qizil lozi bilan jusayni ushshaq to'g'rab silib etib, ikkilashtirib lamchinimizni usib olsak bo'ldi. Ajoyib o'xshab ketibdi-kin, cho'ng kichik hammaylar yeni bam deb turib ichib ketdi. O'rganib oldingizmi? Qiynamizsizmi deb sinab beqing. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.